Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rgüchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Men Gulchehra. 24 sentabr boshlanib 3 kun davom qilgan 4-navbatlik xalqarалық Uyg'ur ayollarini tarbiyalash kursining yepilish murosimi 26 sentabr Estoniya parlament binosida g'albilik o'tkazildi. Kursning oxirgi kuniga ulgurib, Estoniyaga kelgan Uyg'ur milliy harakati yetakchisi Rabiya Qadir xonim yepilish nutqi so'zildi. Estoniya va Yevropa axborot vositalarining ziyoratini qabul qildi. Rabiya Qadir xonim bu jarayonda dunyoga Uyg'ur ayollari ko'ngil bo'lishinglarga va yordaminglarga muhtoj deb chaqiriq qildi. Kursga O'rta Osiyo Turkiy Jumhuriyatlari, Turkiya, Yevropa allari va Amerika qatorliq 11 davlatdan 70 Uyg'ur ayol qatnashdi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq programmasi doklad e'lon qilib, Yevropa allarini Yevropadagi Uyg'ur musofirlarni Xitoyga qaytarmaslikka ogohlantirdi. Dokladga ular meni qaytarsa bo'lmaydi, Yevropadagi Uyg'ur siyosiy panohlik tilaguvchilar deb mavzu qo'yilgan bo'lib, doklad Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya qatorliq Yevropa allaridagi 50 tak Uyg'ur musofir bilan elib berilgan suhbatga asosan tayyorlangan. Dokladni Amerika Uyg'ur kishilik huquq programmasining yuqori darajalik tadqiqotchisi Henry va tadqiqotchi Amy Reger qatorliqlar tayyorlagan. Dokladda Yevropa allaridagi Uyg'ur siyosiy panohlik tilaguvchilarining ahvoli, ular duch kelayotgan qiyinchilik, ularning Yevropaga qochib chiqish sababi, nima uchun Xitoyga qaytarilsa bo'lmaydiganligi qatorliq masalalar tafsiliy misollar bilan tushuntirilgan. Texi yeni Fransiyaga chiqqan Uyg'ur qizi Nigara Tursun 2011 yil 8 oyning 16 kunidan 21 kunigacha Fransiyada o'tkazilgan qizlar futbol musobaqasiga qatnashib, medalga erishgan. Musobaqa jarayonida Braziliya, Argentina, Germaniya va Fransiya qatorliq 30 davlatdan kelgan qizlar o'zaro musobaqalashgan. Nigara Tursunning aytishicha, u kichigidan tartib futbolga qiziqadigan bo'lib, ota-onasining qarshi turishiga qaramasdan jafoga chidab mashq qilib, Uyg'ur avtonom rayonlik qizlar futbol komandasiga tanlangan. Keyin Shanxayga tanlanib, 1 yil u yerda futbol o'ynagan. Yaqinda Fransiyaga kelgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkiston va Tibet qatorliq allar ayni vaqtida qurilgan Junhua Mingo degan Xitoy davlatining davlat territoriyasi deb qaralmagan ekan. Xinhai inqilobini Xitoy millatchisi Sun Jung-san qo'zg'agan. Ayni zamondagi bu cho'ng voqeani eslatadigan Wuchang qo'zg'oloni xotir sariga Junhua Mingoning tavalligida 18 o'lka borligini bildiradigan 18 yulduzliq davlat bayrog'i esib qo'yilgan. Oshkorlanishicha, Xitoy millatchisi Sun Jung-sanning Junhua Mingo degan davlati tavalligidagi 18 o'lka Sadichinning ichidagi Xitoylar yashaydigan o'lkalar bo'lib, bu o'lkalarni Junhua Mingo davlati o'z yurt deb atagan, o'zining davlat bayrog'ida ifodalagan va territoriya xaritasiga kirgizgan. Buningdan boshqa sobiq Qing sulolasi tajovuz qilgan yangi chegara, ya'ni Xinjiang, Mong'oliya, Tibet, Xinhai degan yot millat allarini yotlar yurti deb atagan. İstanbul'daki Tehlimakan Uyg'ur nashriyoti Uyg'ur tarixini haqiqiy turda dunyoga anglatish uchun Xitoyga jang e'lon qilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Ijtimoiy fanlar akademiyasi tuzgan Xinjiangning 3 tarixiga o'xshash Xitoy hukumatining siyosiy manfaati uchun Uyg'ur tarixi butunlay burmilinib yozilgan bir qism materiallar Uyg'ur elidan boshqa hatto chet ellargacha taralmoqda ekan. Tehlimakan Uyg'ur nashriyoti buningga qarshi chet ellarda cheklik sharoit va cheklik manbaga qaramay Uyg'urlarning tarixi va madaniy meroslarini haqiqiy turda dunyoga anglatish uchun tirishchanlik ko'rsatmoqda. Mazkur nashriyatning boshlig'i Abdujalil Turan apandining bildirishicha, ular hozirgacha Turg'un Almasning Uyg'urlar nomli kitobi, Mamtimin Bug'raning Sharqi Turkiston tarixi qatorliq zo'r hajmli tarixiy asarlarni qayta nashr qilib, bekorlik tarqatgan. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, bu qitimliq haftalik xabarlar programmamiz bu yerda oxirlashdi. Keyingi qitim ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.